Mehribangizlar 11-avgust kuni Paxtakor jiddiy raqib kutib turibdi. Iordaniya terma jamoasidan iborat bo'lgan hamda xorijiy legionerlardan iborat bo'lgan Al-Husayn Iordaniyaning chempioni. Iordaniya matbuoti faqatgina g'alaba bilan qaytamiz deyapti. Hatto kecha kelgan bo'lish kerak Toshkentga. Paxtakor Buxoro o'yinini tushadi deb jamoaviy tushib o'yinni ko'radi deyapti. 10 kun oldin kelib juda ham jiddiy tayinlanyapti. Maqsad Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga chiqish. Paxtakor ham maqsadi shu bo'lishi kerak. Bu yilgi eng asosiy maqsad chempion bo'lmasa ham shu Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga chiqish kerak. Chunki muxlislar qaytish ehtimoli bor. Al-Ittihod bor, Al-Hilol yoki Al-Ayn tushib qolishi mumkin. Xohlaysizlar ham xohlamaysizlar, muxlislar chempionatdan ko'ra o'sha o'yinlarga tushish ehtimoli katta. Paxtakorliklar juda ham jiddiy qarashni xohlardim bu o'yinga. Hayot mamot jangi, bu yildagi eng asosiy jang. Agar yutqazadigan bo'lsa 50-50 davomma juda ham qiyin, oddiy raqib emas. Legionerlardan Iordaniya terma jamoasi tarkibdan iborat jamoa. Proval bo'ladigan bo'lsa butun jamoa, murabbiylar shtabi, rahbariyat shtabini hammasini ketkazib yuborish kerak. Boshqatdan jamoa